Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gaz yetkazib berish qariyalarga bepulmi yoki yo'qmi? 2026 yilda qayta hisoblash deganda nimani tushunish kerak va kimlar bundan zarar ko'rishi, kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak. Bu mavzu har bir xonadonga tegishli. Chunki gaz puli noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, odam yillar davomida ortiqcha to'lab yurishi ham mumkin. Aksincha, qarzdorlik yig'ilib qolsa, keyin bir kunda katta summa chiqib kelishi ham mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda hujjatlar, hisoblagich, imtiyoz, subsidiya, qarzdorlik va qayta hisoblash qanday ishlashini tushuntiraman. Ayniqsa uyda pensioner ota-ona, yolg'iz yashovchi qariya, nogironligi bo'lgan fuqaro yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj oila bo'lsa, bu ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularni oldindan bilgan odam keyin gaz idorasi oldida sarson bo'lmaydi. Eng ko'p tarqalgan savol shuki, qariyalarga gaz bepul beriladimi? Men buni aniq aytaman. Odatda gazning o'zi avtomatik ravishda hamma pensionerlarga bepul berilmaydi. Ya'ni odam pensioner bo'lgani uchun uning uyiga kelayotgan tabiiy gazga to'liq tekin bo'lib qolmaydi. Bu juda muhim farq. Ko'pchilik men pensiyadaman, demak gazga pul to'lamayman deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda bunday emas. Ayrim toifadagi fuqarolarga imtiyoz, kompensatsiya, subsidiya yoki ijtimoiy yordam bo'lishi mumkin, ammo bularning har biri alohida tartibda belgilanadi. Ariza, ro'yxat, daromad, oila tarkibi, yashash holati va hisob-kitob asosida ko'riladi. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida aholiga kommunal xizmatlar bo'yicha turli yengilliklar, chegirmalar yoki mahalliy darajada yordamlar bo'lgan. Ayrim toifadagi pensionerlar, urush qatnashchilari, nogironligi bo'lgan shaxslar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar yoki temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari kabi ijtimoiy ro'yxatlarga kiritilgan fuqarolarga yordam ajratilgan holatlar bo'lgan. Lekin bu barcha qariyalar uchun gaz bepul degani emas. Bunda davlat maqsadli yordam beradi. Ya'ni haqiqatan ham muhtoj bo'lgan xonadon aniqlanadi. Unga ma'lum miqdorda yordam, kompensatsiya yoki to'lovni qoplash mexanizmi qo'llanadi. Endi nima o'zgaryapti? Hozir kommunal xizmatlarda asosiy tamoyil shunday bo'lib bormoqda. Kim qancha iste'mol qilsa, shunga qarab to'laydi. Kim ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lsa, unga manzilli yordam beriladi. Shu sababli hisoblash ko'rsatkichlari, iste'mol normasi, abonent raqami, shartnoma, xonadonda yashovchilar soni va oldingi qarzdorlik yanada diqqat bilan tekshiriladi. 2026 yilda qayta hisoblash deyilganda ham ko'p hollarda eski ma'lumotlar, noto'g'ri hisoblangan qarzlar, hisoblagich ishlamagan davrlar, normativ bo'yicha yozilgan summalar, imtiyoz noto'g'ri qo'llangan yoki umuman qo'llanmagan holatlar qayta ko'rib chiqilishi tushuniladi. Men birinchi navbatda kimlar xavotir olishi kerakligini aytaman. Agar sizning uyingizda gaz hisoblagich bo'lmasa yoki hisoblagich bor, lekin ko'rsatkich vaqtida topshirilmagan bo'lsa, albatta tekshiring. Chunki bunday holatda gaz idorasi iste'molni normativ asosda hisoblab qo'ygan bo'lishi mumkin. Normativ hisob esa real iste'moldan ko'p chiqishi ehtimoli bor. Masalan, bitta xonadonda yolg'iz pensioner ona yashaydi. U gazni faqat ovqat qilish uchun ishlatadi, isitish esa markaziy yoki elektr orqali bo'lishi mumkin. Real iste'mol oyiga 20 kub metr bo'lishi mumkin. Lekin hisoblagich ko'rsatkichi topshirilmagani sababli unga normativ bo'yicha 900 yoki 100 kub metr yozilgan bo'lsa, yil davomida farq juda katta bo'ladi. Inik oyda har oy 6 kub metr ortiqcha yozilsa, bu 720 kub metr degani. Tarifga qarab bu sezilarli pulga aylanadi. Ikkinchi xavfli holat, uy egasi vafot etgan, lekin abonent shartnomasi hali ham o'sha odam nomida turibdi. Masalan, otaxon 2022 yilda vafot etgan, uyda esa kampir yolg'iz qolgan. Abonent bazasida hali ham eski ma'lumot turibdi. Xonadonda yashovchilar soni noto'g'ri. Imtiyoz huquqi boshqa shaxsga tegishli bo'lishi mumkin yoki qarzdorlik eski egadan qolgan bo'lishi mumkin. 2026 yilda qayta hisoblash paytida idora ma'lumotlarini solishtirganda bu uyda shuncha iste'mol bo'lgan, abonent falonchi qarz falon summa deb chiqarishi mumkin. Shunda merosxo'rlar, amalda yashayotgan shaxslar yoki yangi mulkdor masalani hujjat bilan isbotlashga majbur bo'ladi. Uchinchi holat, pensioner imtiyozga haqli deb o'ylaydi, lekin hujjat topshirmagan. Ko'pchilik mahalla biladi-ku, men qariyaman, o'zlari hisobga oladi deydi. Yo'q, har doim ham o'zidan o'zi bo'lmaydi. Ijtimoiy yordam ko'pincha ariza, elektron bazadagi ma'lumot, mahalla tavsiyasi, daromad tekshiruvi yoki tegishli ro'yxatga kiritilish orqali amalga oshadi.
Agar siz hech qachon ariza bermagan bo'lsangiz, hech qanday tasdiqlovchi hujjat topshirmagan bo'lsangiz, gaz idorasi sizni oddiy abonent sifatida ko'rishi mumkin. Keyin nega menga chegirma bo'lmadi desangiz, ular bizda asos yo'q edi deyishi mumkin. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak. Agar sizning hisoblagichingiz ishlayotgan bo'lsa, ko'rsatkichlar vaqtida olinayotgan bo'lsa, gaz uchun to'lovlar kvitansiya yoki ilova orqali muntazam amalga oshirilgan bo'lsa, abonent raqamingiz to'g'ri bo'lsa va shaxsiy kabinetingizda katta qarzdorlik ko'rinmasa, vahima qilish shart emas. Lekin baribir tekshiruv qilish kerak. Chunki ba'zan tizimda texnik xatolik bo'lishi mumkin. To'lov boshqa abonentga ketib qolgan, eski qarz yangi davrga qo'shilgan. Hisoblagich almashtirilgan paytdagi ko'rsatkich noto'g'ri kiritilgan yoki xonadon maydoni noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Keling, aniq misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, 72 yoshli onaxon 2 xonali uyda yolg'iz yashaydi. Uyda gaz plitasi bor, isitish markaziy, hisoblagich bor, lekin farzandlari boshqa shaharda. Onaxon har oy ko'rsatkich topshirishni bilmaydi. 3 oy davomida ko'rsatkich kiritilmagan. Tizim o'rtacha yoki normativ bo'yicha hisoblagan. Keyin gaz xodimi kelib real ko'rsatkichni olganda farq paydo bo'lgan. Agar tizim ortiqcha hisoblagan bo'lsa, qayta hisoblash orqali ortiqcha summa keyingi to'lovlarga o'tkazilishi kerak. Agar aksincha kam hisoblangan bo'lsa, qo'shimcha to'lov chiqishi mumkin. Bu yerda asosiy masala hisoblagichdagi real raqam fotosurat bilan, dalolatnoma bilan tasdiqlanishi kerak. Ikkinchi misol, otaxon va onaxon hovlida yashaydi. Uyning isitishi gaz qozoni orqali. Qishda iste'mol keskin oshadi. Farzandlari pensionerlar-ku, ularga bepul bo'lsa kerak deb o'ylab to'lovni kechiktiradi. 3-4 oyda qarz yig'iladi. Keyin gaz ta'minoti tashkiloti qarzdorlik haqida ogohlantiradi. Bu holatda qariyalar yashaydi degan gap qarzni avtomatik o'chirmaydi. Agar ular ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lsa, mahalla ijtimoiy himoya organlari yoki tegishli platformalar orqali yordam so'rash kerak. Agar yordam tasdiqlansa, ma'lum qismi qoplanishi mumkin, ammo qarzni e'tiborsiz qoldirish eng yomon yo'l. Uchinchi misol, xonadonda 60 yoshli bu ro'yxatda turadi, lekin amalda u yerda 5 kishilik oila yashaydi. Gaz iste'moli ham shunga yarasha yuqori. Kimdir uyda pensioner bor, gazni imtiyozli hisoblanglar desa, bu har doim ham to'g'ri ishlamaydi. Chunki imtiyoz shaxsga, ijtimoiy holatga yoki xonadonning muhtojlik darajasiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar xonadonda ishlovchi farzandlar yaxshi daromad, katta iste'mol bo'lsa, tizim buni oddiy iste'mol sifatida ko'rishi mumkin. Bu yerda adolatli yondashuv shuki, yordam haqiqatan ham muhtoj insonlarga beriladi. Lekin gazni ko'p ishlatgan xonadon hammasini bepul deb hisoblamasligi kerak. 4-misol, hisoblagich plombasi buzilgan yoki hisoblagich ishlamay qolgan. Bunda holatda ayrim odamlar men tegmaganman, o'zi buzilgan deydi. Lekin gaz tashkiloti buni tekshiradi. Agar plombaga shikast yetgan bo'lsa, ruxsatsiz ulanish, hisoblagichni chetlab o'tish yoki texnik qoidabuzarlik gumon qilinadi. Natijada katta qayta hisoblash chiqishi mumkin. Bu yerda pensioner bo'lish ham har doim javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun hisoblagichda muammo ko'rsangiz, darhol o'zingiz xabar bering, ariza qoldiring, kelgan xodimdan dalolatnoma talab qiling. Keyin ko'ramiz deb yurish katta zarar keltirishi mumkin. Endi men eng muhim nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, bepul degan so'z bilan kompensatsiya bir xil narsa emas. Bepul bo'lsa, xizmat uchun umuman pul olinmaydi degani. Kompensatsiya esa boshqa. Sizga ma'lum miqdorda pul ajratilishi, hisobingizga yordam berilishi yoki to'lovingizning bir qismi qoplanishi mumkin. Masalan, xonadon bir oyda gaz uchun 200 ming so'm sarfladi. Davlat yoki mahalla tomonidan 100 ming so'm yordam berildi. Bu gaz bepul degani emas, bu xarajatning bir qismi qoplandi degani. Ikkinchi nozik jihat, imtiyoz hamma iste'molga emas. Ma'lum norma yoki limit doirasida qo'llanishi mumkin. Oddiy tilda aytganda, davlat sizga zarur ehtiyoj uchun yordam beradi, lekin me'yordan ortiq iste'molni to'liq qoplab bermasligi mumkin. Masalan, yolg'iz qariya kichik uyda yashab, minimal gaz ishlatsa, yordam uning real xarajatini ancha yengillashtiradi. Lekin katta hovlini juda yuqori haroratda isitish, qo'shimcha issiqxona, ustaxona yoki tijorat maqsadida gaz ishlatish boshqa masala. Bunday iste'mol ijtimoiy yordam doirasiga kirmasligi mumkin. Uchinchi nozik jihat, xonadon turar joymi yoki noturar joymi? Ba'zan hovlida do'kon, novvoy xona, kichik sex yoki issiqxona bo'ladi. Gaz esa bir abonent orqali ishlatiladi. Agar gaz maishiy ehtiyojdan tashqari
tadbirkorlik uchun ishlatilsa, hisob kitob boshqacha bo'lishi mumkin. Shunda keyin qayta hisoblash katta summaga chiqadi. Men bunday holatlarda odamlarni ogohlantiraman. Maishiy gazni tijorat ishiga ishlatish xavfli. Rasmiy ruxsat, alohida shartnoma, alohida hisoblagich talab qilinishi mumkin. 4-nozik jihat. Hisoblagich almashtirilganda dalolatnoma juda muhim. Eski hisoblagich yechilganda uning oxirgi ko'rsatkichi yozilishi kerak. Yangi hisoblagich o'rnatilganda boshlang'ich ko'rsatkich qayd etilishi kerak. Agar dalolatnomada xato bo'lsa, masalan eski hisoblagich 1202,5 ko'rsatgan. Lekin hujjatda 1302,5 deb yozilgan bo'lsa, sizga 900 kub metr farq noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Bu kichik xato emas, bu katta pul. Shuning uchun men har doim aytaman. Xodimlar kelganda shoshmang, hujjatni o'qib chiqing, ko'rsatkichni telefoningizga rasmga oling, dalolatnomadan nusxa oling. 5-nozik jihat og'zaki va'daga ishonmang, xavotir olmang. O'zimiz to'g'rilab qo'yamiz, keyin kelib yozamiz. Bu qarz o'chib ketadi degan gaplar hujjatsiz kuchga ega bo'lmasligi mumkin. Sizda ariza raqami, qabul qilingan sana, mas'ul xodim, dalolatnoma yoki rasmiy javob bo'lishi kerak. Ayniqsa 2026 yilgi qayta hisoblash kabi masalalarda isbot juda muhim. Kimda hujjat bo'lsa, o'sha o'z haqini himoya qila oladi. 6-nozik jihat, qarzdorlikni to'lashdan oldin uning tarkibini so'rang. Ko'pchilik shunday qiladi. Telefoniga katta qarz chiqadi, qo'rqib darrov to'laydi. Keyin ma'lum bo'ladiki, qarzning bir qismi eski davrdan, bir qismi normativ hisobdan, bir qismi penya yoki xatolikdan iborat ekan. To'lab bo'lgandan keyin qaytarish qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun avval qarzdorlik qaysi oylar uchun, qaysi ko'rsatkich asosida, qaysi tarif bo'yicha hisoblangan deb yozma ravishda so'rang. Agar to'lov qilish zarur bo'lsa ham, hech bo'lmasa izohni bilib oling. 7-nozik jihat. Yolg'iz yashovchi qariyalar alohida e'tibor talab qiladi. Ular ko'pincha elektron ilovalardan foydalana olmaydi. SMS'ni tushunmaydi. Hisoblash ko'rsatkichini yuborishni bilmaydi. Farzandlar, qo'shnilar, mahalla faollari bunday insonlarga yordam berishi kerak. Chunki bir necha oy e'tiborsizlik keyin katta qarzga aylanadi. Men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning pensiya olishini bilasiz. Lekin kommunal hisobini ham oyga bir marta tekshirib qo'ying. Bu sizdan 10 daqiqa vaqt oladi, lekin ularni sarsonlikdan saqlaydi. Endi eng amaliy qismga o'tamiz. Siz bugun nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam. Abonent raqamingizni aniqlang. Gaz to'lov kvitansiyasida shaxsiy kabinetda yoki gaz tashkiloti bergan hujjatda abonent raqami bo'ladi. Shu raqam orqali siz qarzdorlikni, to'lovlarni, hisoblagich ko'rsatkichlarini tekshirishingiz mumkin. Ikkinchi qadam, oxirgi 2 oy yoki imkon bo'lsa 24 oy bo'yicha hisob kitobni chiqarib oling. Buni gaz ta'minoti tashkilotidan so'rashingiz mumkin. Siz mening abonent hisobim bo'yicha hisoblangan summa, to'langan summa, hisoblagich ko'rsatkichlari va qarzdorlik tafsilotini berishingizni so'rayman deb ariza yozasiz. Arizada familiya, ism, otasining ismi, manzil, telefon raqam, abonent raqami va ariza sanasini ko'rsating. Arizani 2 nusxada qiling. Bir nusxasi idorada qoladi, ikkinchi nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring. Uchinchi qadam, hisoblagichni tekshiring. Hisoblagich raqamini hujjatdagi raqam bilan solishtiring. Plomba joyidami, oynasi sinmaganmi? Ko'rsatkich normal ko'rinayaptimi? Gaz ishlatilmayotganda hisoblagich aylanmayaptimi? Bularni kuzating. Agar gaz o'chirilgan bo'lsa-yu, hisoblagich aylanayotgan bo'lsa, bu texnik muammo bo'lishi mumkin. Darhol xabar bering. O'zingiz ochmang, o'zingiz tuzatmang, plomba bilan o'ynamang. 4-qadam, agar uyda pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, yolg'iz qariya yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj oila bo'lsa, mahallaga murojaat qiling. Mahalla orqali ijtimoiy yordam tartibi, subsidiya yoki kompensatsiya olish imkoniyati bor yo'qligini aniqlang. Kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar, pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishni tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, kadastr yoki uy hujjati, yashovchilar ro'yxati, gaz abonent raqami, so'nggi to'lov kvitansiyalari, bank karta rekvizitlari yoki boshqa talab qilingan ma'lumotlar. Har bir hududda talablar biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun aniq ro'yxatni joyingizdagi mas'ul idoradan oling. 5-qadam, qayta hisoblash so'rash kerak bo'lsa, aniq sabab yozing. Masalan, hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan. Hisoblagich almashtirilganda dalolatnomadagi ko'rsatkich xato. Mening to'lovim boshqa abonentga o'tib ketgan, normativ bo'yicha hisoblangan. Lekin real ko'rsatkich mavjud.
imtiyoz yoki kompensatsiya qo'llanmagan. Uyda amalda yashovchilar soni noto'g'ri ko'rsatilgan. Arizada umumiy qarzni kamaytirib bering deb yozishdan ko'ra konkret xatoni ko'rsating. Shunda javob ham aniq bo'ladi. 6-qadam. Barcha to'lovlarni saqlang. Bank ilovasi orqali to'lagan bo'lsangiz, chekni PDF yoki rasm qilib saqlang. Terminaldan to'lagan bo'lsangiz, chekni tashlab yubormang. Ba'zan siyoh o'chib ketadi. Shuning uchun rasmga olib qo'ying. Agar farzandingiz to'lagan bo'lsa, qaysi abonent raqamiga to'langanini tekshiring. Eng ko'p uchraydigan xato abonent raqamida bitta raqam adashadi va pul boshqa xonadonga tushadi. Keyin uni qaytarish uchun ariza, bank cheki va vaqt kerak bo'ladi. 7-qadam, qarzdorlik bo'yicha kelishuv imkoniyatini so'rang. Agar haqiqatan ham qarz bor va uni birdan to'lash qiyin bo'lsa, gaz tashkilotidan bo'lib to'lash tartibi bor yo'qligini so'rang. Ayniqsa pensionerlar uchun katta summani bir kunda to'lash og'ir. Lekin umuman to'lamayman deyish o'rniga rasmiy kelishuv qilish yaxshiroq. Shunda ta'minotni uzish xavfi kamayadi. Siz ham reja asosida to'laysiz. 8-qadam, agar sizga noqonuniy hisoblash bo'ldi deb hisoblasangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar gaz ta'minoti bo'limiga yozma ariza bering. Javob qoniqtirmasa, hududiy boshqarmaga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga yoki tegishli davlat qabulxonalariga murojaat qilish mumkin. Eng muhimi, hissiyot bilan emas, hujjat bilan gapiring. Menga ko'p yozishdi degan gapning o'zi yetarli emas. Mana bu sanada hisoblagich ko'rsatkichi shuncha bo'lgan. Mana chek, mana dalolatnoma, mana tizimdagi xato desangiz, masala tezroq hal bo'ladi. 9-qadam. 2026 yilga tayyorgarlikni hozirdan boshlang. Nega? Chunki qayta hisoblash bo'lganda sizning qo'lingizda 2024, 2025 va 2026 yillardagi ma'lumotlar tartibli bo'lsa, siz adashmaysiz. Har oy bir marta hisoblagich rasmini oling, to'lov chekini saqlang, shaxsiy kabinetdagi qarzdorlikni tekshiring. Agar katta farq chiqsa, 1 yil kutmang, shu oyda murojaat qiling. Kommunal masalada vaqt o'tgan sari isbotlash qiyinlashadi. 10-qadam. Qariyalarni aldovlardan himoya qiling. Ba'zi odamlar, men gaz idorasidanman, qarzingizni o'chirib beraman, buning uchun menga pul bering deb kelishi mumkin. Bunday gaplarga ishonmang. Rasmiy to'lov faqat rasmiy hisob raqamlar, bank, ilova yoki kassalar orqali amalga oshiriladi. Xodim kelgan bo'lsa, xizmat guvohnomasini so'rang. Har qanday naqd pul berishdan oldin o'ylang. Qariyalar ko'pincha qo'rqib, ishonib pul berib yuboradi. Keyin na gaz qarzi kamayadi, na pul qaytadi. Men yana bir muhim narsani aytaman. Gaz yetkazib berish xizmatida 3 ta alohida narsa bor. Birinchisi, real iste'mol, ya'ni siz qancha gaz ishlatdingiz. Ikkinchisi, hisob-kitob, ya'ni tizim sizga qancha pul yozdi. Uchinchisi, to'lov va imtiyoz, ya'ni siz qancha to'ladingiz va sizga qanday yordam qo'llandi. Muammo ko'pincha shu uchalasining bir-biriga mos kelmasligidan chiqadi. Real iste'mol kam, lekin hisob ko'p bo'lishi mumkin. To'lov qilingan, lekin tizimda ko'rinmasligi mumkin. Imtiyozga huquq bor, lekin hujjat topshirilmagani uchun qo'llanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har birini alohida tekshirish kerak. Demak, asosiy xulosa shuki, qariyalar uchun gaz avtomatik ravishda to'liq bepul bo'ladi deb o'ylash xato. Ayrim toifadagi fuqarolarga yordam kompensatsiya yoki imtiyoz bo'lishi mumkin, lekin bu hujjat, ariza ijtimoiy holat va belgilangan tartib asosida amalga oshadi. 2026 yilda qayta hisoblash masalasi chiqsa, eng kuchli himoya bu sizning hujjatlaringiz. Hisoblagich rasmi, dalolatnoma, chek, ariza nusxasi va rasmiy javoblar. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq abonent hisobingizni tekshiring. Qarzdorlik tafsilotini so'rang. Qariyalar yashaydigan xonadonlarda hujjatlarni tartibga keltiring. Mahalladan ijtimoiy yordam imkoniyatini aniqlang va hech qachon og'zaki va'daga suyanmang. Agar hisob noto'g'ri bo'lsa, qo'rqmasdan qayta hisoblashni talab qiling, lekin buni rasmiy ariza bilan qiling. Sizning hududingizda pensionerlarga gaz bo'yicha qanday yengilliklar bor? Qayta hisoblash, noto'g'ri qarz yoki imtiyoz masalasida muammoga duch kelganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Men eng ko'p uchraydigan savollar bo'yicha alohida tushuntirish beraman. Video foydali bo'lgansa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, ayniqsa yolg'iz yashovchi qariyalarga yuboring. Bitta tekshiruv katta qarzdorlikning oldini olishi mumkin.